Razvedchiklarmi, maxsus xodimlarmi? Sharq Turkiston Cumhuriyetidagi Stalinning odamlari. Abdori Nabijan Tursun. Tarix fanlari doktori. 1944 yildan 1949 yillar orasidagi Sharq Turkiston Cumhuriyeti va Sharq Turkiston Milliy Azodlik inqilobi Sovet ittifoqi bilan zich munosabatga ega bo'lib, bu hokimiyatning va inqilobning g'albisidan tortib, toki oxirida Xitoy Kompartiyasi qo'shinlarini Uyg'urlar diyorini ishg'ol qilishi va Sharq Turkiston Milliy Azodlik inqilobining oxirlashishigacha bo'lgan barliq jarayonlar va xulosalarda Sovet ittifoqi omili intayin muhim omildir. Sovet ittifoqi o'zining siyosiy strategiyalik manfaatlarini qo'g'dash, o'zining tashqi siyosati, jumladan Xitoy va Uyg'urlar diyori, ya'ni Sharq Turkistonga qaratgan siyosiy strategiyalarni kapolatga ega qilish maqsadida 1944 yildan 1949 yillar orasida Sharq Turkiston Cumhuriyetiga keng ko'lamda harbiy yordam berish bilan birga, mazkur yordamlarning muhim bir qismi sifatida ma'lum sonda harbiy, siyosiy, ma'muriy, texnika va boshqa sohalarga oid xodimlarni avatdi. Amaliyotda bu yordamlarning hammasi mutlaq maxfiy ravishda ilib berilgan bo'lib, Sovet ittifoqi hukumati izchil turda xalqaro sahnada, shuningdek Xitoy hukumati bilan bo'lgan munosabatlarda o'zlarining mazkur inqilobga va Sharq Turkiston Cumhuriyetiga yordam berganligini e'tirof qilmagan edi. Mazkur xodimlar birdak holda Sovet ittifoqi Kompartiyasi Markaziy komiteti siyosiy byurosining qarorini asos qilgan holda Sovet ittifoqining har qaysi ministerliklari va harbiy sohasidan tanlansimi, ammo bular avatilish va boshqurilish jihatdan bevosita Sovet ittifoqi xalq ichki ishlar va davlat bexatarlik komissariyati, ya'ni keyingi ichki ishlar va davlat bexatarlik ministerliklari 1947 yildan keyin Sovet ittifoqi ministerlar Soveti tarkibidagi informatsiya komiteti, ya'ni davlat tashqi razvedka organiga tava edi. Shuni eskartish mumkinki, Sovet ittifoqining Sharq Turkiston Cumhuriyetiga maxsus har sohalar bo'yicha xodimlarni avatib yordam berishi ikki bosqichda elib berilgan bo'lib, birinchi bosqich 1943 yildan 1946 yillargacha, ikkinchi bosqich 1947 yilidan 1949 yillargachadir. Har qaysi bosqichlardagi Sovet xodimlarining xizmat doirasi va yuklangan vazifalarda o'rtoqliklar va o'zgacha farqli taraflar bor edi. Sovet ittifoqining orqa ko'rinishi. Shuni aniq aytish zarurki, Sovet Rossiyasi 1920 yillarda sobiq Char Rossiya hukumatining qo'shni Shinjongdagi, ya'ni Sharq Turkistondagi siyosatiga asosiy jihatdan varislik qilib, bu joyda o'zining siyosiy, shuningdek savdo iqtisodiy ta'sirlarini saqlab qolish ham uni mustahkam holda tiklash chorasi qo'llangan edi. Sovet hukumati bu joyda Uyg'urlarning inqilob qo'zg'ab, mustaqil hokimiyat qurishiga yo'l qo'ymaslik siyosati yurgizdi. Mazkur joyda Sovet hukumati, jumladan Yosif Stalin rahbarligidagi Kommunistlar partiyasi Markaziy komiteti siyosiy byurosi 1931 yildan 1933 yillar orasidagi Uyg'ur xalqining keng ko'lamlik milliy azodlik
va mustaqillik inqilobi va uning natijasida qurilgan Sharq Turkiston Islom Jumhuriyatini qo'llamaslik. Aksicha, Xitoy millataristi Sheng Sisayga harbiy yordam berib, uni himoya qilishni qaror qilgan edi. Siyasi byuroning 1933 yili 3 avgustdagi Şinjan xizmati haqidagi ko'rsatmasida Şinjanning Xitoydan ayrilishi lozungisini qo'llamaslik qaror chiqarilgan bo'lib, bu Sovet ittifoqining shu vaqtdagi Şinjan siyosatini to'liq namoyon qilgan edi. Sovet ittifoqi hukumati kommunistik internasionalistning va butun ittifoq bolsheviklarning kommunist partiyasi O'rta Osiyo byurosining Şinjandagi inqiloblarning milliy ozodlik inqilobi harakati ekanligi ham uni qo'llash haqidagi takliflarni rad qildi va hatto ularning Sovet ittifoqining O'rta Osiyo jumhuriyatlaridan Uyg'ur kommunistlarini Şinjanga avatishni chekladi. Sovet ittifoqi Xitoy militarist Sheng Sisayning rahbarligidagi nomda Xitoyga tava, ammo Xitoy Nanjing hukumatiga beqinmaydigan, amaliyotda Sovet ittifoqining kontrolli ostidagi yerim mustaqil bir o'lka hokimiyati barpo qilib, bu o'lkada o'zining savdo, iqtisodiy, siyosiy, madaniyat va boshqa har jihatdagi ta'siri ham imtiyozlarini tiklab, ko'p yillar bu xil vaziyatni davomlashtirdi. Biroq 1941 yili 6 oyda Gitler Germaniyasining Sovet ittifoqiga hujum qilib, Sovet-German urushi portlab, 1942 yilgacha Sovet Qizil armiyasining orqama-orqadan tarmar bo'lishidek ig'ir vaziyatdan Sovet ittifoqining mag'lub bo'lishini his qilgan O'rta Osiyo jumhuriyatlariga qo'shna Sharq Turkistonni Moskvaning himoyasi va yordami ostida 1934 yildan buyon idora qilib kelayotgan Xitoy millataristi Sheng Sisay Moskvadan yuz o'rib, uning butun ta'sirlarini haydab chiqarib, Chongqingdagi Chiang Kai-shek boshchiligidagi Xitoy Jumhuriyati markaziy hukumatiga beqinib, bu o'lkani Chiang Kai-shekning kunligi ostida idora qilish maqsadiga yetmoqchi bo'ldi. Natijada 1942 yildan 1944 yillar orasida Sheng Sisay Xitoy millatchilarining Kuomintang hokimiyatining qo'llashi bilan Sovet ittifoqining Şinjandagi barliq imtiyozlarini ig'ir zarbaga uchratdi. Bu joydagi qumulda turayotgan Sovet ittifoqi qo'shinini, Sovet ittifoqi maslahatchilari, texniklari, injenerlari, kadrlarini o'z vataniga qaytib ketishga majbur qildi. Sovet ittifoqining neft, yer osti boyliqlarini qazish shirkatlari, savdo shirkatlari, Urumchidagi harbiy aeroplan yasash zavodi qatorliq barliq organlari va korxonalarni taqidi. Shuningdek, Sovet ittifoqi bilan davomlashayotgan savdolarni uzdi ham o'lkada Sovet ittifoqiga qarshi aktiv harakat boshladi. Xitoy hokimiyati yana Urumchida Amerika Qo'shma Shtatlari va Angliyaning konsulxonalarini qurishni qo'lga keltirib, Sovet ittifoqi bilan fashizmga qarshi ittifoqdosh bo'lsa-mu, ammo ideologiya jihatdan Sovet ittifoqi bilan ziddiyatga ega Amerika va Angliyaning ta'sirini Sovet ittifoqining Şinjangdan iborat mazkur orqa o'ylisiga akirish orqali Sovet ittifoqiga nisbatan strategik besim yaratish taktikasini qo'llangan edi. Vaholanki Amerika Qo'shma Shtatlari fashizmga qarshi urushda Sovet ittifoqini ittifoqdosh qilib tanlagan va ular orasidagi hamkorlikni kuchaytirishga alohida ahamiyat bergan bo'lg'achqa, Xitoyning Şinjangni Sovet ittifoqiga qarshi bazaga aylantirishiga, Sovet ittifoqi bilan munosabatni buzishga
va jiddiyləştirishga qo'shilmaydi. Lekin shundaq bo'lishiga qaramay, Shingsay Sovet ittifoqining an'anaviy siyosiy, madaniyat, savdo iqtisodiy ta'sirlarga ig'ir tahdid paydo qilish vaziyatini davomlashtiraverdi. Yana bir tarafdan Shingsay va Kuomintang doiralari ashaddiy cho'ng Xitoy millatchiligi siyosati yurgizib, Uyg'ur qatorliq yerlik millatchilarga nisbatan kamsitish, bostirish, cheklash siyosati qo'llandi. Shingsay hokimiyati 1937 yildan tortib 100 minglagan odamlarni qo'lga elib, asosliqi Uyg'urlarning, hatto boshqa asonliq millatlarning dangliq arboblari, oqsoqollari, baglari, ziyolilarini o'ltirib, terrorlik tuzum o'rnatgan edi. Buning bilan Xitoylar bilan yerlik millatlar orasidagi milliy ziddiyatmo nihoyat o'tkirlashdi. Natijada Uyg'ur, Qozoq va boshqa millatlar orasida Xitoy hokimiyatiga qarshi maxfiy va oshkor qarshilik harakatlari boshlanib ketgan bo'lib, oldi bilan 1937 yillari Qashqariya tarafda Abduniyoz Kamal qatorliqlar boshchiligida Xitoy hokimiyatiga qarshi keng ko'lamli qo'zg'olonlar portilgan bo'lsa, 1940 yili bo'libmi 1943 yildan boshlab 6 oy tavasida qozoqlarning qurolli qarshiliklari boshlandi. Ammo Sovet ittifoqi 1937 yildan 1938 yillardagi Uyg'ur va Tunganlarning qo'zg'olonlarini harbiy kuch bilan bostirib berdi. Shuningdek, Shingsayning keng ko'lamli tutqun qilish harakatiga ko'z yumdi va qo'llash pozitsiyasi bo'lgan edi. Afsuski, 1942 yildan boshlab Shingsay Sovet ittifoqidan yuz o'rib, uningga qarshi harakatga o'tgandan keyin Moskva buningga taqat qilib tura olmadi. Mana shundaq turlik ichki va tashqi vaziyat sharoitida 1943 yili 5-may kuni butun Sovet ittifoqi bolsheviklarining Kommunist partiyasi Markaziy komiteti siyosiy byurosi Şinjan haqida yig'in ichib, Uyg'ur va boshqa millatlarning milliy ozodlik harakatlarini qo'llash va harbiy jihatlardan yordam berish orqali Shingsayni og'dirishni qaror qilib, o'zining munosabatli harakatlarini boshlavatdi. Ana shundaq Sovet ittifoqining qo'llashi ostida 1944 yili 9-oyda Nelka qo'zg'oloni va orqadan 11-oyda G'ulji qo'zg'oloni portlab, 1944 yili 12-noyabr kuni G'ulji shahrida Sharq Turkiston Jumhuriyati qurilib, Uyg'ur, Qozoq va boshqa Xitoy emas millatlar o'z mustaqil hokimiyatiga ega bo'ldi. Qo'zg'olonchilar bir oylik janglar jarayonida elining ko'p noyillarini ozod qilib, Xitoy qo'shinlarini bir qancha joylarda iskanjaga oldi. Sharq Turkiston xalqining bu xil yuqori inqilobiy qizg'inligi va Xitoy qo'shinlarini tez vaqtda tarmar qilganligini ko'rgan Sovet ittifoqi taraf Sharq Turkiston Jumhuriyatiga harbiy maslahatchi, qurolliq otryad, qurol-yaroq, o'q-dori jihatlardan yordam ko'rsatib, uni amaliy qo'llashni qaror qildi. Sovet ittifoqi Ichki ishlar xalq komissari Lavrentiy Beriya va Davlat bexatarlik xalq komissari Visvolod Merkulovning 1944 yili 8-dekabr kuni Sovet ittifoqi oliy rahbarlari Stalin va Molotovga yo'llagan maxfiy dokladida elidagi milliy ozodlik harakatlarini texmi qo'llash va yordam berish uchun maxsus NKVD, ya'ni Ichki ishlar xalq komissariyati general mayori Vladimir Stepanovich
Yignarov başçılığıdaki alayda hərəkət qrupsi və münasibətli xadimlarni məxfi turda əvətiş həm məxsus tərbiyədən ötən Şinjan ahalisidən və yerlik O'rta Asiyalıqlardan tüzülgən 590 kişilik 5 atlıq ətrətni əvətishni tələb qıldı. Azadlıq təşkilatı əzası və Şərqi Türkistan Cumhuriyeti hökuməti baş katibi Abdurrauf Mahsum İbrahimning aytishicha, G'ulji qo'zg'oloni portlab bir oylar o'tganda Sovet maslahatchilari, generallari yordamga keldi. Rasmiy hujjatlarga ko'ra, ya'ni Beriya 1944-yili 12 ayning 23 kuni Stalin va Molotovga G'uljiga avatilgan general-mayor Yignarovning dokladini yo'llab bergan bo'lib, mazkur maxfiy ma'lumotdan ma'lum bo'lishicha, 1944-yili 12 ayning 15 kuni Sovet ittifoqi Ichki ishlar xalq komissariyati va davlat bexatarlik xalq komissariyati tuzgan alayda harakat guruhi NKVD general-mayori Vladimir Stepanovich Yignarovning boshchiligida ilg'i kelib, qo'rg'asda turib faoliyat boshlagan va keyin G'uljiga borgan. NKVD, ya'ni Xalq Ichki ishlar komissariyati alayda harakat guruhi boshlig'i general-mayor V.C. Yignarov CCCR'ning Şərqi Türkistan Cumhuriyetida turishliq oliy harbiy siyosiy maslahatchisi sifatida G'ulji shahriga o'rlashib, maxsus harbiy siyosiy maslahatchilik ishlarini boshlagan. Mazkur alayda harakat guruhi tarkibida Moskvadan G'uljiga kelganlar ichidagi NKVD, NKKB, Xalq Ichki ishlar komissariyati, Xalq Davlat bexatarlik komissariyati, birinchi boshqarmasi 4-chi bo'limining boshlig'i general-leytenant Aleksandr Ivanovich Langfang, Vladimir Stepanovich Yignarovning muavinligiga belgilandi. U ilgari 1944-yili Mongoliya rahbari Choy Balsanning Osman Islam bilan Mongoliyada uchrashishiga qatnashgan edi. Mazkur alayda harakat guruhi tarkibida yana NKGB, ya'ni Xalq davlat bexatarligi komissariyati podpolkovniki 1940-yildan tortib Urumchida turib, Qalay Kan shirkatini Sovet ittifoqidan boshqargan Petr Andreyevich Chibayov, Xalq davlat bexatarlik komissariyati podpolkovniki Sovet ittifoqi qahramoni Nikolay Prokopyuk qatorliqlar bor edi. General Yignarov G'uljining Novigorod mahallisidagi 2-nomerlik uyda turib, o'z xizmatlarini elib borganligi uchun Sovet maslahatchilar organi joylashgan bu joy odatda 2-dom deb ataldi. Shuningdan keyin Sovet ittifoqi harbiy, siyosiy, ma'muriy maslahatchilari, xodimlari, harbiy instruktorlari orqam-orqadan Sharq Turkistonga kirib o'rlashib, o'z ishlarini boshqarib, Sharq Turkiston inqilobchilarining Xitoy hokimiyatini butun o'lka miqyosida og'dirib tashlashni maqsad qilgan qurolli kurashlarga o'zlarining tegishlik hassasini qo'shdi. Mazkur Sovet ittifoqi maslahatchilari va harbiy xodimlarining soni dastlabki vaqtlarda oz bo'lsa-mu, ammo ularning rolimi muhim edi. Biroq hal qilg'uch omil yanala Sharq Turkiston Cumhuriyeti hukumati va inqilobga atlangan Uyg'ur, Qozoq va shuningdek Uyg'urlar bilan bir safda turgan boshqa barliq Xitoy emas millat xalqlari edi. Davomi bor.